Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, aka-ukalar, charchamayapsizlarmi? Charchamasdan. Hadi video chiqarayotganda bu deb gapirishim mumkin, kimdir. Bu hech balo emas, bundan xafa bo'lmaymiz. Mana shu issiqxona dekabr boshidan hosilga kirib, mana bugungi kungacha hosil berib kelayotgan issiqxonamiz. O'zim 3 sutlik deb gapiraman, bu issiqxonam 3 sutlik emas, 207. Mana bu eniga 630, uzunasi 22 metr. Ikkita issiqxonamizni jamlanganda 207 sutlik. O'shandan shu 3 sutlik deb olaverayın. Maksimal chiqqanda o'sha yanvar, dekabr, yanvar oylarida 37 kilogacha hosil terildi. Bir terganda har 3 kun, 4 kunda. Bugungi kundagi holati. Mana yashil massasi. Hozirgi kungacha ham tinmay hosil beryapti. Mana bu videoni chiqarishdan maqsad mana hozirgi paytda meva bilasizlar, sal pasaydi narxi. Bu aprelda 20sidan mayda 5gacha meva narxi pastga tushib turadi. Bu videoni chiqarishdan maqsad hosildorlikdan qulpmaydi, ozgina to'xtatib, yana hosildorlikka kirgizib yuborish. Mana yashil massa, chiroyli bo'lib, jonon bo'lib turibdi. Bundan 15 kun oldin men hosildorlikdan sal to'xtatdim. O'sha berayotgan oziqning balansini ishlab, mana bu yashil massaga kuch berdim o'sha momentida. Keyin gullatdik. Mana bugun yana hosilga kirgizdik, xudo xolasa. Mana bu hosillar ertaga mayda 1-maydan o'sha mana hozir yana pishishni boshladi qizarib. Hosilga kirib, qulpnay narx ko'tarilgan paytda yana 20 kun bir oy may oyi nimasi boshidan kelayapti, oxirgacha sotamiz xudo nasib qilsa. Qo'ling 70 ming, 80 ming, 100 ming bo'lar. Bu degani tajriba degani. Shu dehqonchilikda shu o'zim bergan oziqalarni balansini ushlab, shu abobochkasini qaysidir oziqani birinchi oziqasini to'xtatib, masalan 3 ta to'xtatib, birda ozroq berib boshqa qilib yo'nalishga kirgizib olish degan. Mana shu hosillar mana shular 6-7-shodalar. Masalan, hozir 7 ketyapti menda. Bu yerda 8 turibdi. 9 tushib kelyapti pishib. 10, 11gacha, 11tagacha gulshoda beryapti hozir bu. Mana ko'ryapsizlarmi? Mevalarning tushib kelishi mana. Tepadan tushib kelyapti. Bu direktda bo'lmagan, bar guruch kirmasiz bo'lmaydi deydi. Mana bunaqalarni olib tashlaymiz endi arasidan yulib. Shunaqa holatda. Qishi bilan to'xtamasdan hosil berib kelgan issiqxona bu. Bu hamma narsa tajribaga bog'liq ekanda. Bu beozor narsa ekan. Qarang, hali barik tizimda bironta ham nuqsonlari yo'q. Chunki ozgina aprelda boshida men berilayotgan oziqasini balansini o'ynatdim. Yashil massaga kuch berdim bu yoqdan. Keyin gullatishga kuch berdik, yana mevaga o'tib ketib qoldi. Hozir mayda oxirigacha hech nimadan hosil berib turadi. Mayli axlat zenasi yo'q. Adbor plus bermasam sredniy birni beradi. Xudo xolasa, mana shu turishda ko'rinib turibdi. Mana mevalar yaqin bo'lib kelganda. Shu turishda kelganda aralashiga xudo xolasa 60-70 kilogacha mo'sh. Hal kilogramni aytib beraman. Ob'yom kilogram soat terilgan hozir. Bir kunda nima deydi? Kimdir 10 kilo, kimdir 8 kilo, kimdir 15 kilo, ana shunaqa terganda shundan hozirgi tergan ob'yomni hech videosini chiqara olmadim men. Kimdir bugunga 5 kilo olib ketadi, kimdir 3 kilo, kimdir 4 kilo olib ketadi. Mayli hozir berib yuboray debman o'g'limga. Buni ertaga mayda boshdan bitta massa kirib ketganda shu oldingi holatga qaytarasan yana. Shu bir kunda bitta shu 30 kilo, 40 kilo terasan, topshirasan. O'shanda sal barakali bo'ladi deb. Mana shunga e'tibor berishga harakat qilish kerak. Gidroponikada ham qilsang shu ishni qilsa bo'lar ekan. Bir sidra hosildan to'xtatib turib, mana arzon bo'lgan paytda 15 kundan beri biz o'sha kuni bir video chiqargan aytdim. 8 kundan beri kamroq bo'lib turibdi dedim. Bu ishni men isplaniya qilyaptim aslida. Mana o'sha natijasi keldi. Kim aytadi, dekabrdan beri hosil berib kelgan ko'chat bu deb. Dekabrdan beri tinmay hosil berib turibdi. Lekin mana hosilni qaranglar endi. Mana aprel oyidagi 20sidan keyin bo'layotgan hosil mana ko'ryapsizlar. Mana shu ikkitami 3ta ko'chatniki mana shu. G'uj hosil bunday qilib olganlaringda. Yana hosilga kirib ketish yo'li bor ekanda bu. Eng kattasi tajriba degani. Tajriba, faqat tajriba. Masalan, mashina haydagansiz ham tez haydaysiz, sekin haydaysiz, ham xuddi shunaqa narsani o'simlikda ham qilsa bo'lar ekan. Yo'li bor ekanda hammasini. Charchamanglar. Har bir dehqon qilayotgan dehqonchilikka Alloh baraka bersin.
Man o'zim ham rasm bo'lsa mana shu yerdaman mana. O'sha issiqxona bizniki, xudo xolasa. Mehnatimizni samarasi bu, xudo xolasa. Charchamanglar, har bir insonga, dehqonga mana shunaqa hosillarni olishni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Mana arilarimiz ham temmasini olib kelib qo'yganman. Haligacha ishlab yotdi arilar, uchib yuribdi, hing'irlab. Charchamanglar.